Assalomu alaykum jamonalarim. Sizlar bilan Instant Noni. Men bu yostiqchani ko'rdinglarmi? Yomon zo'r narsa ekan, onasini. Ha, ya biz eventda eng chekada qabr turgan joyga tushaman ko'pincha. Hech kimga ziyonim tegmasdan o'shdan lut qilishni boshlayman. Qarasam birga bir qolgan ekanmiz. Keyin sekingina kresalik qilib ketmoqchi bo'ldim. Men o'zim orqamdan bir ikkita kresla kelib qolganini bilmay qoldim. Noni hech qachon unutmaysiz, siz bilan o'yinda oxirida gaplashamiz tog'jon. Abdizayr aylayman hali. Men bir pritseli ko'rdinglarmi? Xitoycha sevgini qo'shib qo'yishdi-yu. Chamanalarim xitoycha sevgi. Bu pritseli plus tarafi kimdir kallasidan ochdi olib, sevgisi qoqib keyin otib yuborishingiz mumkin. Xitoycha sevgi bilan paq, tamom. Endi sevendagi faqat to'g'rimizdan chiqmaguncha yo'limizdan uchraganda oyog'idan, kallasidan solib poqillatib, po'killatib yo'q qilamiz. Toki o'sha faqat uchratmagunimizcha men tinchmayman. Eslab qoldim men u bachani orqamdan paqillatib o'tib tashadi, ko'rdinglarmi sizlar ham? Ko'rgan bo'lsanglar, mana biz kutgan nuqta va nihoyat o'sha big'at keldi. Mana zonani men tomonga berdi. Даже o'yin men tarafda. Sani imkoning yo'q. Botvachi plus mana olishda jabrini ko'rsam hozir ana chiqib kelyapti. Kelyapti, ko'rdinglarmi? Hello my dear. Ha, mana zona yeb qo'ydi-ku. Necha zatada bit qilaman. Nice degan joy bo'ldi, lekin faqat botlar bilan tushganim uchun men umuman qiynalmadim o'yinda va mana buni ham наконец-то oldim. Hamma o'tdi-yu, mana oldim.